Necha yoshingizda ilk bora sportga qiziqish sizda paydo bo'lgan? Nima uchun aynan MMA sport turiga qiziqdingiz? Sanki her şey kayboldu, çok derin hislerim. Omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Qiziqdingiz chunki MMA biz bilamiz, o'ziga yarasha boyagi shafqatsiz sport elementlarini o'zida mujassam etgan. Faoliyatimni birinchi kurashda boshlaganman. Kurashga qiziqishim bo'lgan. Keyin MMAga o'tib ketdim. Nimaga? Menda qiziqish ko'proq edi, o'zi yoshligimda ko'proq sal janjalga tushib oldim. Menda aka bo'lmagan, o'sha tomonlama hali ko'p qiynalganman, ko'chada janjallashib qolganda, boshqa bo'lganda. Men o'zimga o'zim aytganman, men shunday aka bo'lay, işte ukalarimga hech kim ishni gapira olmasin degan narsa bo'lgan. Ulg'ayganimizdan keyin sportni o'sha yaxshi ko'rib qoldim. O'rganib qolish deydi hatto. Non topish kerak, pul topish kerak. Yani bo'yningizga mas'uliyat tushadi. Keyin qaradim, dalsh ketishga niyat qildim. Daromad tomondan ham yaxshi. Ham mehnatingiz oqlaydi-da. Tashqi ko'rinishingizdan doimiy sport bilan shug'ullanadigan, ayniqsa bodybuilding bilan shug'ullanadigan insonga ham o'xshaysiz. Siz MMA sport turidan tashqari bodybuilding bilan ham shug'ullanasizmi? Bayes o'zi bir xillar fizik bo'ladi. Ko'p narsani kuchi bilan, udari bilan hal qiladi, oxirigacha olib bormaydi. Texnar bo'ladi. 5 raund urishib, ochkolar bo'yicha yutib. Menga ochko qiziq emas. Tezroq uxlatishim kerak. Tomoshabin ham shu oxirigacha olib borilmagan janglarni yaxshi ko'radi masalan. Mike Tysonlar ham oxirigacha bo'lmagan janglar. Faoliyatim davomida 4 ta professional bo'y o'tkazdim. Ularning hammasi muddatdan oldi. Ya'ni siz jahon sportida o'zingizga yarasha bir nom olmoqchisiz. Ya'ni Mike Tyson kabi yoki boshqa sport yulduzlar kabi bu sportchi vaqtdan oldin raqiblarini mag'lub etadi degan bor-ku, adashmasam shundaymi? Xarakter deydi. O'sha xarakterim shunaqa agressiv. Men ko'chada og'ir bosibman, lekin asl xarakterimni setgancha ko'rsataman. Albatta MMA'da ko'p narsani xarakter, o'sha inson ruhiyati, duh hal qiladi-da ko'p narsani. O'ziga ishongan, xarakteri bo'lmaydigan bayes bo'lsa, ming turnovka tomonlama zo'r tayyorlansin, yaxshi turnovka qilsin, zo'r paxat qilsin. Lekin agar xarakteri bo'lmasa, u bayes yutqizadi. Ichimdagi bor xarakterim oktagonda ichida chiqadi. 23 yoshimda professional janglarimni o'tkazishni boshladim. 23 yoshimda 4 ta professional jang o'tkazdim. 4talasi ham g'alaba. Birinchi bo'yim O'zbekistonda bo'lgan, ikkitasi Qozog'istonda, bittasi Xitoyda. G'alabadan keyin qilgan mehnatlarimga yarasha xursandchiligi bo'ladi. Men bitta urishdimmi, u bo'yimni unutaman, o'sha keyingi bo'yimga tayyorgarlik qilaman. Ya'ni o'zimda qilgan mehnatlarim bilan faxrlanib, o'zimga ortiqcha baho berib qolib ketishni xohlamayman. Maqsadim UFC'ni kamarini qo'lga kiritish. Moddiy tomonlama o'qishga, ilm olishga sharoitimiz bo'lmagan. Shu bitta yo'l sport edi. Endi Alloh taolo hammaga kimgadir aql beradi, kimgadir kuch-quvvat beradi. O'sha narsani to'g'ri ishlatish kerak. Menga shu qobiliyatni berdi. Shu yo'lim sport edi. Sport yo'lini tanladim. Ukalarim ishonch bildirdi. Men uchun ukalarim ishlayapti. Yetmay qolgan joyiga shu ukalarimni ta'minlaydi ozgina vaqtdan keyin ukalarimni ham yonimga olaman albatta. Ularda ham niyati shu. MMA'dan yaxshi natija qilish, rezultat qilish. Ya professional karyeraga qadam bosishni o'zi bo'lmadi, chunki vitamizatsiya degan narsalar bor, sportsmenning o'zining rasxodlari bor. Bu narsaga
bir o'zim bo'lganimda balkim qo'limdan kelmasdi va balkim oxirigacha bora olmasdim. Shu ikkita ukam bor ekan, ukalarim shu aka dalchi bosing. Biz siz uchun ishlaymiz. Kuni kelganda bizni ham tortasiz dedi. Shu hozirgacha ham yetmay qolgan joylariga shu ukalarim ta'minlaydi. Ular ishdan keyin o'z trenirovkasini qiladi, но professional darajada emas. Bir yil, 2 yil ichida albatta yonimga olaman. Ular ham boshlaydi. Bizga bu narsa qondan o'tgan, dadamning o'zi sportsmen bo'lgan. Bitta o'g'il bo'lgan. Sharoit tomonlama ham, ko'chada qo'shni og'ayin tomonlama ham qiynalgan. Shu onamga ko'p aytgan ekan, menga ko'proq shu yonimda dostoyniy turadigan o'g'illar tug'ildi degan ekanda, u narsani aka-uka ham ko'p bo'lishi, agar mehr-oqibat yaxshi bo'lsa, bu ham bitta ne'mat ekanda. Hozir ham hazillashib aytamiz. Shu 3 ta emas, 7 ta yana bir 4 ta o'g'il tug'ib bermabsizlar deb. Chunki samimiy, sizni aldab ketmaydigan, sizni yutug'ingizdan haqiqatdan xursand bo'ladigan bu aka-ukalar. Avvalo birinchi o'rinda ota-ona, aka-uka, ular samimiy, sizni yutug'ingizdan rostakasini xursand bo'ladi. Agar sizga nimadir bo'lsa, rostlikam ichachidi, sizga samimiy insonlar bu aka-ukalarda.